Azizlar, Jasur va nihoyat yetib keldik manzilimizga. Bugungi kun hammamizga yana bir bora obunachilarimizga, bizni kuzatayotgan yaxshi insonlarga muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. O'z qalingiz Jasur? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Alloh uydanglar hammasi sog' salomat. Rahmat. Nima ko'rinmay qoldi? Shu 3-4 kun yaqinlarimiz yoniga bordik, suhbatlashdik. Ularga g'amxona bo'ldik, holidan xabar olib keldik. Hammasini. Birinchi o'rinda jamoamni sog'indim. Doim yonimdasizlar, Shuhrat yonimda, siz yonimda. Xudoga ming shukr, hammamiz inshaalloh ijoddamiz, izlanmoqdamiz. Endi keling. Men Jasur bitta narsaga hayron qoldim. Bir joyga kirganimda, ko'rimsiz, kichkina joy, lekin u yerda xalqimizga xizmat qilayotgan tadbirkorimiz bor ekan. Adashmasam, necha yil ham dedi, xalq xizmatida ekan, yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. 23 yildan beri. 23 yildan beri ismi Murodjon aka. Hayron qoldim bu yerda sondiqlar, misol tariqasida aytibman, sondiq va to'shak yig'adiganlar, yakka spalnilar, trimolar, kuxilniklar va shu kichkina joyda stullar hammasini o'zi ishchilari bilan 4 ta insonni ish bilan ta'minlagan ekan, ishlab chiqarar ekan, lekin qoyil qoldim. Jasur, assalomu alaykum. Murodjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xormeylar. Salomat bo'ling. Jasur bilan hayron qoldik hozir, adminim bilan. Qarang, kichkina joyi, lekin kichkina joyda ishlab chiqarish katta. Bu yerda eng asosiysi Murodjon, nimalarni ishlab chiqaramiz? Ya'ni yaqindan bir tanishing. Ishingizni yoritamiz inshaalloh, obzor qilamiz va bu yerda necha kishini ish bilan ta'minlaysiz? Bu yerda nimalar eng asosiysi ishlab chiqariladi hozirgi kunda? Bizda aka chegaralanmagan, hamma yo'q, bor. Shu uy jihozlari nimaki kerak bo'lsa qilib beramiz aka. Juda ham zo'r. Hozir keling deylik, bir yurtdoshimiz keldi, Jasur. Bir yurtdoshimiz keldida, kirib Murodjon, ko'ringlar. Menga oshxona kuxilnisi kerak. Misol deylik 2 metr. 2 metrligi menga kerak va necha kunda tayyor bo'ladi va hozirgi paytda materiallari qanaqa va dastavkasi qanaqa deb so'rasa. Dastavkasi ichida aka. Dastavka ichida bor, sizda ham dastavkasi bor ichida. O'rnatish uстановkalarimiz bor aka. Uning ichida aka tanlagan mahsulotiga qarab narx chiqadi. Endi materiallari qanaqa endi Murodjon buni? MDF'liklarimiz bor aka, krashinliklar bor. Laminat MDF'lar, alaqalarimiz bor, laminat MDF'lar, laminat displaylarimiz bor. Mana atroflari ham yaxshi kromkalarda bo'lgan, PVX'larda bo'lgan aka. Hozir keling, bu o'tiradigan divanlarimiz adashmasam 2 xil rasvetkasi turibdi. Bu tomonda mana Shuhrat tasvirga olib qo'yasiz. Endi hozirgi holatda buni bir juft stoli ham bor ekan. Kompleklari bor ekan. Shu komplekt endi qancha sotilyapti, Murodjon? Bularimiz ham aka zakasiga qarab bo'ladi. Buni buyurtma bergan, buyurtmani amalga sizlar tayyorlab berdinglar. Xullas dastavka qilib olib borib berasizlar. Qanchaga tayyor bo'ldi endi bu? Bunimiz 2,5 millionga qilib beryapmiz. Bir juft stoli. Ha, mana shu bir juft stoli bilan, mana shu divanini stoli bilan bir juft stoli va divani. Shu ikkalasi qanchaga dedingiz? 2,5 million so'mga. Bir ustiga chiqib ko'rsam bo'laveradimi? Bo'laveradi. Ha, bir qator ko'rsatib berishimiz kerak edi. Bir qator yurtdoshlarimizga. Qimmat desa qimmatlarini ham qilib beraveramiz. Yo'q, hozir materialga qarab bitta ustiga chiqib ko'raychi. Sizni ko'taryapti Nodirbek. Juda ham zo'r. Baquvvat ekan. Ana azizlar, hali kimdir aytadi, ustiga chiqsa bu papillab sinib ketadi deydi. Hech qanaqasiga sinmaydi ekan. Mana o'zim guvoh bo'lib, hattoki mana ustiga chiqib, mana irg'ib ham beraymi? Men o'zim Murodjon 100 kiloman. O'zim Jasur 100 kiloman. 100 kiloni bemalol ko'taryapti, juda ham zo'r. Hozir buni narxini qancha dedingiz? Ko'taradi. 2 million 600 ming so'm dedingiz. U rasvetkasi yordamlashasiz. Xo'p, endi materiali ham Nodirbek aka aytib o'tish kerak. Mo'sh ekan, bemalol. Misol deylik, bir shirinlik qanaqa holat bo'lsa ham bemalol artib qo'yaveradi. Macharkada chiroyli qilib artib qo'ysa, misol deylik, bo'laverar ekan. Endi keling, bu studiyalarga, misol deylik, ofislarga ham qo'ysa bo'ladi. Bu hozirgi kunda materiallar qanaqa va narxi nech pul buni? Laminatdan bo'lyapti aka, bu ham zakaz asosida. Hozir narxlari aniq esimda yo'q, to'g'risi. Lekin bu yerda tayyorlangan, tayyor bo'lyapti. Materiali yaxshi, xudo xolasa. Kompleklari bor aka, ishlar. Bu nimasi bor endi buni? Hozir buni aka kompyuterni stol qilib beryapmiz, yosh bolalarga detiskisini to'ldirib beryapmiz. Murodjon sizga buyurtma bergan, o'sha buyurtmani siz qabul qildingiz va amalga oshirib tayyorlab beryapsiz hozir. Xudo xolasa aka,
nimalarimiz, narxlarimiz yo'lida. Yo'lida arzonroq, arzonroq lekin kelib juda nima ham qilsa zo'r. bo'laveradigan. Keling, endi buni ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Bu endi nima? Bu qayerlarga qo'yiladi? Bu ham mana kompyuterli stol aka. Kompyuterli stol. Buni endi eng asosiysi o'sha kompyuterli joyga qo'yiladi, ha? Bu endi qanchaga tayyor bo'lyapti? Bolalar xonasiga qo'yib, lekin ishlashi endi shuni bolalar aytmoqchi uchun edim. ishlatsa Bolalar bo'laveradi. xonasiga qo'ysa ham Bolalar uchun mayli darslarga darslariga, ham, mana ha, kitoblariga ancha-muncha kitoblar narsalar qo'yib, qo'ysa, tepalariga misol bu yerga ham qo'ysa ishlatsa bo'lar ekan, foydalansa. daftarlarni hali bolajonlardan ehtiyot qilish uchun tepaga qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'yi yetmaydi, ololmaydi. Juda ham chiroyli. Hozirgi ustalarimiz qo'li dard ko'rmasin. Qanaqa xohlagan stilingizda yasashib beryapti. Bularga ofarin demasdan ilojimiz yo'q. Xo'p, bu materiali qanaqa endi, Murodjon? Laminat MDF aka. Xo'p, laminat MDF. PVH. Juda ham chiroyli Zavodskoy ishlangan. Hozir bo'lgan. Murodjon bu yerda nechta insonni ish bilan ta'minlaysiz? Men hozir hayron qoldim, Jasur. Men bu inson ishchimikin desam, o'zi yakka tadbirkorlik bilan 23 yildan beri shug'ullanar ekan, o'zi ham ishchilar qatorida ishlaydi ekan, lekin ofarin demasdan kamtar inson ekan, iloji yo'q. Endi bu nima? Keling, Murodjon. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bularimiz aka. G'aladon. Voh, zo'r ekan, bu nechi bo'l endi bu? Mana bu itarcha ochiladi o'zi bu. Aha. Mana. O, Ochilib Bu to'rttali ekan, a? To'rttali aka. Bu nechi pul endi? Mana o'zlari otilib chiqar ekan. Kino pishini. Mana aka. Ularimiz. Juda ham zo'r, lekin lol qolmasdan ilojimiz. Bu qancha endi Murodjon narxi? Bu yurtdoshlarimizga narxi qiziq buni. Bularimiz aka 1 million deyapmiz, 900 ming so'mdan qilib bera olamiz. 900 mingga sotilyapti. Shu yerda o'zida 900 mingga sotilyapti. Lekin bu-chi endi bunisi-chi? U ham narxi bir xil aka. Bu dazmol qilib, ala qiladigan, qilib bo'lgandan keyin bir pasga misol shim nimalarni ilib qo'ysa bo'laveradi. Ilib qo'yib tursa bo'laveradi. Lijim bo'lmasligi Lijim uchun, bo'lmasligi Lijim uchun. bo'lmasligi uchun. Ma yonida Mana yonida ochiladi, dazmol qiladigan. bu yer sartorligi uchun. Ha. Mayli, aytib o'tdim-ku men, Jasur bu yer lekin kichikroq tor joy ekan, lekin bu yerda hammasi bor, jam-jam. Endi sondalarimiz qancha materiali keling, ma'lumot beravering Murodjon bizga. Juda ham chiroyli ekan mana. O'tayam zamonaviy hozirgi paytdagi zamonaviy standart tarzda yasalgan talabga ham javob beradi. Bu sondig'imiz material nimadan? Materialimiz aka beton MDF krashinlik qilingan. Atroflari Bejirim, rosa. laminatlardan bo'lgan aka. Laminatdan Oyoqlarini krashinlik. ko'rmaysiz, qarang. Noshkalarni qarang, juda ham chiroyli, sifatli, hozirgi paytda zamonaviy va trenddagi bo'layotgan ishlar juda ham zo'r. Endi bu kuyovlarga ham sovg'a qilib berilsa juda ham chiroyli. o'zi onalar, bular o'zi qizlariga, nabiralarga oladi-da. Yo'q, donaga ham sotilaveradi. Bu donasi nechi pul endi? 900 ming so'm kattasi, 800 ming so'm kichkinasi. Juda ham zo'r. Endi kelishib narxini misol Jasur? yo'lda qilib berishimiz mumkin. Joyda yozishni olasizmi? Mana haqiqiy yakka spalni monkaring macharkalarni qalinligini qarang, ancha-munchaga hech narsa bo'lmaydi. Yillar davomida o'sha insonga xizmat qiladigan yakka spalni, ya'ni hozirgi paytdagi zamonaviy yakka spalni. Bu Murodjon nech pul? Aka endi bularimizni narxini keladigan bo'lsa, endi zakasiga qarab qilamiz biz asosan. Buyurtma olib, buyurtmani amalga oshirasiz. Buyurtmaga qarab qilamiz aka. Hozir bular narxini aytib qo'ysak, manoncha pul ekan deyiladi. Ashinga qarab, misol kimgadir qanaqasi yoqadi, ashinga qarab, hali buyurtma asosida. nimasiga qarab qilib bera olamiz aka. Sharoitidan kelib chiqib, o'ta ham Hozir zo'r. yana bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Qarang, ofislar uchun, kafelar uchun, restoranlar uchun juda ham bir hozirda oyga aylangan Zamonaviy trenddagi loftlarimiz ham bor. hozir bunga gullarni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Gullar Bu qo'yib. endi qanchaga tayyor bo'ldi Murodjon? Menga qiziq, lekin yurtdoshlarimizga ham qiziqda bu. buni yaqinda bir donasini sotib yubordik aka. 1 millionga sotdik. 1 millionga sotildi, 1 lekin bu millionga kichkinasi kichkinalari. Ana bulari kichkinalari. Ularimiz aka spandiydi yonbosh haligi. Yoniga qo'yib qo'yadi. Ha, qo'yadigan u komplekt-da, u komplekt komplekt asosida sotiladi. Komplekt. Lekin juda ham zo'r. Mana obuv uchun nimalarimiz bor. Voy, ana endi aytaman deyatuvdim. Вообще zo'r. Ko'pgina Juda patinkam bor, qayga sig'diraman deganlar uchun mayli endi hali krem, ashtaqa narsalar solib qo'ysa bo'laveradi. Endi Murodjon, u qancha endi u? To'g'ri bo'lib sho'radi aka. Bu qancha? Bu yerda turganlar narxi aka pastda bir xil. 800 ming so'm, 900 ming so'm, 1 million, 100 dollargacha bo'lgan. Endi o'ziga qarab, mahsulotiga qarab, materialiga qarab bo'lishi ham materialiga mumkin. qarab. Lekin juda ham zo'r. Endi Murod, men bitta narsaga hayron qolyapman. Bular televizor qo'yadiganlarimiz. Endi hozir pastapkalar bu yerda
Adashmasam men sanab o'tdim, Jasur 15 xildan ortiq ekan. Buni bir donasi nech puldan bo'lyapti endi Murodjon? Buni bir donasi. Keling, buni materiali haqida yurtdoshlarimizga qiziq ma'lumot bering. Bu qanday endi material? O'sha laminatmi bu ham yoki nima deyman, defmi? Korpuslar aka laminatdan bo'lgan PVH kromkalar, betlari, eshiklari polni krashinli bo'lgan. Krashinli orqa oldi. Hamma yo'g'i yaxshi ishlangan aka. Yaxshi kraskalar. O'zinglar ishlab chiqaryapsizlar, chiroyli kraskalar sepilgan. Yurtdoshlarimiz hali ko'rganda yuragi jiz etib olsin degan, mana hattoki mana ruchkalarni ham hozirgi paytdagi zamonaviysini qo'yib chiqqan Jasur, men hayron qolaman va qoyil qolishda ham davom etaman-da. Hozirgi paytda tadbirkorlar faqatgina xalq xizmatida ko'proq kichkina detallarga ham e'tibor bergan. Endi shuni aytmoqchi edim, detallarga ham e'tibor berganda va bular ham xalq xizmatida, bular ko'proq sifatiga e'tibor beryapti. Qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Sifatli pishiq juda ham zo'r. Endi bu bir donasi hozir endi Murodjon bu 100% tayyor bo'lmagan holatda mayliga polka bo'ladi aka, maylariga tilla bo'lib, bir bo'lakcha narsa bo'lib chiqadi. Masalan, mana monga o'xshagan narsa bo'ladi. Xo'p, hozir bu tayyor bo'lsa, bir donasi qancha bo'ladi Murodjon endi buni? Buni 1 million deyapmiz. Yo'lida qilib, Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz aka. Nabot yurtdoshlarimizdan telefon qilishadigan bo'lsa, kanalimizni ko'rib chiqishadigan bo'lsa, kamaytirib, Xudo xolasa yo'lida qilib sotiladi va chiroyli qilib tayyorlab beradi. Juda ham zo'r. Mana Shuhrat har bittasini olib qo'ying, 15 xil rasvetkasi bor dedim. Yana bitta narsani aytib o'taman. Muzdekini Pepsi ichib qo'ymanglar, tomog'inglar dardab qoladi. Chunki biz ovozimizni ehtiyot qilamiz. Jasur. Shuning uchun iloji boricha o'zingizni ehtiyot qiling. Ishlab chiqarishlarimizga hozir yoqqa ham o'tamiz. Hozir bir qator bu yerda ko'rsataylik. Biz voy to'xtang, mana buni qolib ketyapti. Mana meni Jasursiz shashiltirasizda. Mana oddiy misol shu. Qancha endi bu stolimizni misol o'zi donasi sotilsa ham oshxona taxtaligi ham bor ekan, mana bu yerda temirligi ham bor ekan. Necha pul bo'ladi Murodjon? Buni donasini 800 mingdan qilib beryapmiz. O'ta ham zo'r, juda ham chiroyli. Buni material o'sha aytganingizdek PVH qilingan, laminat. Bunisi mana temirligi ham bor ekan. Tayda temirligi bor ekan, lekin yillar davomida xizmat qiladi. Xo'p, Murodjon, endi ishlab chiqarish jarayonini kuzatamiz va hozirgi paytda bu yerda nechta insonni ish bilan ta'minlayapsiz? 10 kishimiz aka. 10 kishi. Ayollar ham adashmasam ishlaydi ekan. Bularning vazifasi nima endi? Bizga molonlarimizni pardozlab, chiroyli qilib, jilvillab, ashani chiqarib beradi. Jilvillab beradi, ham pardozlab beradi. Ya'ni stullarda adashmasam. Stol, yo'q. Jilvillaydigan nimaki bo'lsa, mebellarimizni, betlari bo'ladi. Misol deylik, eshiklarimizni, pardozli ishlarda yordam beradi. Juda ham zo'r. Hozir keling, bu yerda eshiklarni ham buyurtma olgan ekansiz, eshiklarga ham hattoki o'sha ro'paradagi eshik endi qanchaga bityapti? Chiroyli eshik ekan. Kvadratga qarab. Xo'p, kvadrat. O'sha qancha kvadrat endi o'sha? Kvadratimiz aka bizda 1 million 200 ming so'mdan 2,5 milliongacha bo'lgan narx bor. Narx qo'yilganda. Ha, tayyorlab, maqsadinga qarab chiqilaveradi narxlar. Juda ham zo'r. Eshigimiz qanaqa deydi? Hozirgi zamonaviy usulida ismini qanaqa deb aytiladi eshigimizni? MDF eshiklarimiz. MDF hozirgi zamonga mos keladigan ichkarilar o'zi ko'rinib turibdi. Hozirgi paytdagi trenddagi MDF eshiklar. Mana bu yerda azizlar, biz bekarga ko'rsatib o'tmayapmiz ish jarayonini. Bu yerda Murodjon o'zi ishlab chiqaradi. Bu yerda hamkasblari bor, yonida hamrohlari bor, ya'ni ishchilari bor. Bir-birlari bilan maslahat qilgan holatda ishlashadi. Shu yoqqa boshlang, shu yoqqa o'tib olamiz. Jasur, qarang, baribir jamoani o'sha tadbirkor yaxshi bo'lsa, yonida ishchilari ham inshaalloh yaxshi bo'ladi. Chunki Murodjonda o'zi yaxshi. Mana bu yerda buyurtmalarni, mana hattoki xonga ham buyurtma olgan ekan. Mana ko'rib turibmiz, kimdir buyurtma bergan. O'sha buyurtmani amalga oshirgan. Bu qanchaga endi bitdi bu Murodjon xon? Mana necha endi buni razmeri? Balki bizga ham kerak bo'ladi, biz ham buyurtma beramiz. Biz hozircha aka narxlarini aniq qila olmadik. Mana shu yerda bor narsalarni ishlatib qildik endi. Shu yerda materiallardan tayyorlab berdik, hali narxini qo'yganimiz yo'q, deng. Narxini necha pulga bitganini hali chiqqani yo'q. Juda ham zo'r. Endi bu material endi bu nima endi? Panelkami nima bu? Panelka, chekalari ham bitta mustahkam, oyoqlariga, hatto noshkalari ham mustahkam ishlangan ekan. O'zi adashmasam ustimizga uyiga jasagan. Bo'lishi mumkin, lekin bitta narsani aytib o'tdi, juda ham qalin, ham yengil, juda ham chiroyli. Misol deylik, endi Murodjon qanchaga endi bitdi endi misol? Keling misol taxmin ayting narxini. Balki menga ham to'g'ri kelib qolar, men ham buyurtma berarman balki. Hozir 400 ming, 500 mingga bitgandir aka.
400 ming so'm yoki 500 mingga bu xon tayyor bo'lgan, lekin o'ta ham pishiq, mustahkam ishlangan. Endi hozir keling, o'sha eshiklaringizni ham ko'rsak bo'ladimi? MDF eshiklarini ham bir qator siz, ya'ni siz o'rningizga men yo'l boshlayapman, murojaat. Yuravering aka, siz. Bir qator ko'ramiz. Siz kattasi baribir. Bir qator ko'raylikchi. Men tadbirkorlarimizni ishlab chiqarish Bir-biridan bejirim eshiklarda qarang. hozir bularni Jasur buyurtma qilgan. Men aniq bilaman, tadbirkorimizga buyurtma asosida bular tayyorlayapti. Azizlar, biz suhbatimiz davomida yana ozgina suhbat quramiz va oxirida telefon raqamlarini qo'yib o'tamiz. Shunaqa ham telefon qiling, murojaat, hattoki endi uyquga boshi ketgan paytda telefon qilib bezor qilib shu bolani uxlatmang, faqatgina men sizdan iltimos qilaman. Shunaqa ham telefon qiling, bo'ldi, menga telefon qilmanglar degan paytda ham o'chakishib qilaveringda. O'zi mehnat qilyapti, o'zi ishlab chiqaryapti, yo'lida arzon va sifatli qilib beradi xudo xolasa. Endi keling, bu bitta eshiklar qanchadan bityapti endi Murodjon? Bu eshiklarning narxiga ham qiziqda, Jasur, keling qiziqamiz-da bundan. Bularimiz aka kvadratini 1,5 milliondan qilib beryapmiz. Bitta eshik endi qanchaga bitdi endi? Bitta eshigimiz 3 million 250 ming so'mdanga tushdi. 3 million 250 ming so'm. Hamma yo'g'i orqa oldi, ana bunga oynalar qo'yiladi, ruchkalar qo'yiladi, olib borib o'rnatib berishlar. Olib borib o'rnatishlari bilan. Oy, zo'r ekan, olib borib o'rnatib berishi bilan, lekin juda ham yaxshi. Usta eshik oldim deb usta istamaysizlar. Olib borib Xudo o'rnatib xolasa bergani. mustahkam aka. Hamma yo'g'i. Buni material nimadan endi? MDFdan bo'lgan, krashinni. Betlariga obkladkalari ham katta bo'lgan aka. Chiroyli ekan, o'ta ham. Zakas asosida bo'layotgan narsa. O'ta ham zo'r, o'ta ham sifatli. Hozir Murodjon, biz aytib o'tdik, bu yerda 23 yildan beri ish faoliyatini olib boradi. Murodjon aka tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hattoki opa-singillarimiz bu yerda mehnat qiladi. 4 kishi adashmasam 6 kishi aka-ukalarimiz mehnat qiladi. Men bu yerga birinchi marotaba kirib kelganimda tadbirkorimizni bu yerda ish qilayotgan mehnatkash insonlar qatorida desam, lekin men tadbirkorman demasdan ishchilar qatorida o'zi ham chiroyli qilib mehnat qiladi. Kam bo'lmasa mana bu yerda stanovlar, shu yerda ertalab nechida kelasiz endi Murodjon ishga? 8da. 8da. Xo'p, 8da xudo xolasa bu yerga keladi. Shuhrat, keyin ketish jarayonida endi ish tugashi nechida tugaydi endi? Shom paytlarida zakasimiz ko'p bo'lib ketsa, endi shomdan keyin. Ha, buyurtmamiz ko'p bo'lsa, ilojimiz yo'q, buyurtmani Ha, amalga oshiramiz. kechasi Birozgina kech qolib ketamiz. Agar ishimiz oz bo'lsa, ertaroq ketamiz. Endi juda ham Ish zo'r. jarayoniga qarab. Endi kelinglar, hozir kameramizga qaraysizda, Murodjon, doimiy ish faoliyatida telefon raqamlarini aytasiz. Kimgadir misol, Jasur yana bir bora takror aytib o'tishimiz kerak. Kimgadir kuxillik kerak, kimgadir sondiq kerak, kimgadir ko'rsatib o'tib ketdik pastavka kerak, kimgadir kompyuter stol kerak, yana kimgadir mebel olamida nimaiki kerak bo'lsa, Albatta murojaat qilasiz. Murodjonga endi telefon raqamlarini aytib o'ting. 91 499 37 30. Yana boshqa telefon raqami ham bormi? Endi birinchi telefon raqamlarini Murodjon aytib o'tdilar, ikkinchi telefon raqamlarini ham aytib o'tasiz Murodjon endi. 91 484 57 63. Bemalol ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mebel sohasida qaysi mebellar kerak bo'lsa, Xudo xohlasa qo'ng'iroqlarni kutamiz. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bitta like har doimgidek sizdan nima ketdi? Uzr. Gapingizni bo'ldim. Muddatli to'lovga ham Hozir endi shuni aytib o'taman deyatuvdim. Azizlar, bizda yana bitta yangiligimiz bor. Bu tadbirkorimizda muddatli to'lovga ham yo'lga qo'yilgan, amalga oshirilgan. Nima kerak bo'lsa 3 oydan 6 oyga 6 oydan 9 oyga 9 oydan 1 yilga 12 oyga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Murodjonga qo'ng'iroq qilasiz. Qaysi misol kuxillik yoki pastavka yoki yakka spalnik yoki komplet asosida nimadir kerak bo'lsa Murodjonga qo'ng'iroq qilasiz. Halol savdo nasiyaga olib ketsa ham shu yerdan bo'ladi. Qulayliklar siz uchun mavjud. Xudo xolasa qo'ng'iroqlarni kutamiz. Yaxshi kunlarimiz doimo ko'p bo'lsin. Tadbirkorimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Go'zal suhbatlari uchun. Qo'ng'iroqlarni kutamiz. Ko'rishguncha jamoamiz Shuhratbek Yunusov, Jasurbek Hoshimov hamda siz bilan birga boshlovchingiz Nodirbek bo'ldi. Ko'rishamiz. Salomat bo'ling.